Hop, CCNAga tayyorlanyapmiz. Hozir o'sha CCNAda oldin tushgan savollarni bir o'tirib tahlil qilib chiqamiz. Qani boshlaylik, bismillah. Xo'p, bizga routing bo'yicha savol berilgan, bitta diagramma berilgan. Ko'rgazma tipi ko'rgazma berilgan. Shu IP route deb va routerda chiqqan output yozib qo'ygan. Bu yerda static routerlar ko'rsatyapti. Endi refers the exhibition which type of route does router 1 use to reach host o'sha 13 Demak, savol quyidagi demak ko'rgazmada router 1 o'zidagi routlardan mana 4 ta 5 ta rout bo'lsa, o'shani qaysi birini tanlaydi? Host 1310 IP ga borish uchun. Demak, 1310 IP bu mana shu IP ga borish uchun demak mana shu bitta kompyuterga borish uchun router 1 qaysi routni tanlaydi degan savol qo'yilyapti. Demak, bizda birinchi navbatda mana bitta route directly connected. Xo'p, bu yerda 110 OSPF bor ekan. Demak, mana bitta 10.10.13.0.25 ga borish uchun 110 OSPF mana bu qo'ldan chiqib ketsin deyapti. Xo'p, 10.10.16 ga borish uchun bu bizga kerak emas. Xo'p, 13.144 ga borish uchun qaysi birini tanlaydi? Yokida bu yerda BGPda default route bor. Default route bor ekan mana. Eng oxirgi hamma trafik 10.10.18 dan chiqib ketsin deyapti. Xo'p, bu yerda demak bu yerda IP kalkulyatorga tegishli ham savol bor. Demak, mana shu yerda 1310 IP adres bu qaysi podsetkaga kiradi? Xo'p, qaranglar. 24 bo'lganda anaqa bo'lardi. 24 bo'lganda 256 ta, 25 maska bo'lganda 128 ta, ya'ni 126 ta foydalanuvchi host bor. Lekin buni OSPF bo'lganligi uchun prioriteti balandroq. Xo'p. Bitta to'g'ri keladigan javob 144. Xo'p. Router 1 bu yoqqa borish uchun deyapti. Xo'p, default route'dan foydalanadi deyapti. Nimani? Default route mana bu. Buni administrative distance'i da default route. Xo'p. Network route da network 10.10.13.0.25 mana shu ID'li nimadan chiqib ketar ekanda. Bitta route'ga qarashda bitta qoida ham bor-da, maskalarga ham qaraladi. Agar ikkita bir xil route turgan bo'lsa, maskasiga ham qaraydi. Mana bu yerda misol uchun bir xil route turibdi. 13.144, 13.0 turibdi. Lekin 28 maskasi katta bo'lganligi uchun 25 ta olyapti. Shunaqa. Xo'p. Keyingi savol. Shu IP route bu ham yana route'ga tegishli savol. Refer exhibition. Which prefix does
Router we use for traffic to host A. Qaysi router tanlaydi? Which prefix does router 1 use? Qaysi prefiksni ishlatadi router 1 host A trafigi uchun qaysi prefiksni ishlatadi? Host A trafigi uchun qaysi prefiksni ishlatadi? Xo'p, bu yerda bizga javoblar berilgan 10 10. Xo'p, demak bitta 30lik, bittasi xo'p, tahlil qilsak bu yerda Shvapi route directly connected. Demak, mana bu yerda 13 25. Xo'p, OSPF 110 ID'da. Mana ikkita bir xil, lekin maskasi kichik tanlanadi-da. Bu ham 28. Xo'p, bu yerda eng kichigi 13.0. Xo'p, 13.025 B javob. Şimdi bir GPT'ga ishlataylik. Bu noto'g'ri menimcha, balki mayda ishlatib turgandirman, lekin to'g'ri ishlamayapti. To'g'ri emas menimcha. Xo'p, misol uchun demak host A. Ha, uzr. Da host A 214 mana bu podsetkaga kirganligi uchun host A has IP address router applies longest prefix. Uzr. Longest ya'ni eng uzun prefix. Router 1 applies longest prefix match and subnet covers address. Bo'ldi, tushundim. Demak, longest'ini anaqa qilar ekanda. Eleventh route in routing table. Tezda IP adresga tegishli savol bo'lgan ekanda. Apply longest prefix match among all match
switching routes, the router picks one with longest subnet mask, more specific. Demak, router more specific'iga qaralgan. Qancha maskaga qarashgan sari more specific bo'ladi, ya'ni maxsus bo'ladi. Yanayam aniqroq bo'ladi. Shuning uchun router yanayam aniqroq degani, ya'ni maskasi katta, ya'ni IP adreslari kichik bo'lgan nimani tanlaydi. Xo'p, mana bu ham xuddi shunaqa bo'luvdi. Xuddi shu savolga kalla qo'ygan edik. Bu yerda lekin unaqa tanlanmagan. Bitta bjavob deyilgan. Network route deyilgan. Xo'p, endi qarang, bu yerda ham hozir qara, 30 lik maskani olib qolsa, 1 bilan 2 bo'lib qoladi. Bu bo'lmaydi. Xo'p, 25 likni olsa, xo'p, 128 ta. 0,128. Shu kiradi. Xo'p, bu kiradi. 16 qilsa 30 lik 17. Bu ham o'tib ketadi. Xo'p, 144 qiladigan bo'lsa, xo'p, 27 da 32 da 28 da 16 ta. 16 tani ikkitasini 14 ta. 16 ta. 16 ga bo'lsang, yo'q, bu ham to'g'ri kelmaydi. Bitta to'g'ri keladigani shu tarmoq route, bu to'g'ri. Mana buni tushundinglar. Router demak, ikkita bir xil route turgan bo'lsa, u doim maskasi kattasiga qaraydi. Maskasi kattasi, ya'ni kam IP adres aniqlik yuqori bo'ladi-da. Yana ham aniqroq bo'ladi maskasi katta bo'lsa. Xo'p, endi bitta savol, question 3, drag and drop. Moslash. Description of file transfer protocol from the left onto the correct protocol on the right. Xo'p, demak, protokollarni moslanglar deyapti. Demak, 2021 bu FTP ga boradi. Xo'p, use TCP FTP ga boradi. UDP TFTP da. Mana 69 port ham TFTP da. Does not require user authentication. FTP user authentication so'ramaydi. Provides reliable when loading an iOS image upon boots. Xo'p, bu ham shunga boradi. Demak, bu bunga bordi, mana bu ikkovi bunga bordi, bu bunga bordi, bu bunga bordi. Demak, FTP tanlaydi, 1 da tanlaydi. Xo'p, 4 da tanlaydi, 5 da tanlaydi. Mana bu yerda to'g'ri javob ham bor. Xuddi shunaqa. Authentication so'ramaydi FTP, lekin TCP so'raydi. Reliable. Provides reliable narsa. Answer, correct answer shunaqa bo'ladi deyapti. Okay. Question 4. A frame that enters a switch fails the frame check sequence. Switchga kirib kelgan kadr o'sha check sequence, ya'ni ketma-ketligi buzilsa deyapti, buzilib ketsa deyapti, muvaffaqiyatga uchrasa deyapti. Which two interface counters and incremented. Shunaqa switchga kelgan kadr sequence tartibi buzilsa, qaysi ikkita interfays sanoqlari
o'zgaradi deyapti. Qaysi interfeys ikkita narsasini sanoqlari o'zgaradi deyapti. Input errors and CRC o'zgaradi. Bu A bilan D javob bo'lyapti. Okay. Va yana drag and drop degan savollardan drag and drop. IP hop drag and drop. The IPv4 network subnet from the left onto the correct usable host range on the right. Demak, men bu tomon tarmoq adres beraman, sen bu yoqda host adreslarni yozib chiq deyapti. Qaysi oraliqdan qaysi oraliqgacha. Demak, 29 dan boshlaylik, kattasidan. 29 ga hop 28 ga 16 ta bo'lsa, 29 ga 8 ta bo'ladi. 8 ta undan ikkitasini olib tassak 6 ta. 6 ta IP adres qaysinda bor? Mana 145 bilan 150 ta orasida 6 ta IP adres shu to'g'ri kelsa kerak-a? Shu to'g'ri kelar ekan. Demak, 29 ga mana bu javob 172 28 228. Xo'p. 25 demak 25 128 ta IP adres bor. Mana bu javob to'g'ri keladi. 129 dan boshlab 23 ta 512 ta IP adres bor. Xo'p. O'shandan 512 tani 512 tadan 510 tasi ishlaydi. 510 tasi ishlaydi. Birinchisidagi to'g'ri kelsa kerak menimcha. Demak, to'g'ri javoblar 29 dan boshlaymiz. 8 on the exploration. Question 9.